Anladım. Mana kilovatman. Qirqayvergan. Ya Savul beki, kechirsizlar, meva sharib taklaymi? Yo'q, vaqtim yo'q. Darhol Qazqalan bilan ko'rishim kerak. Qazqalan hazrat. Nim bo'ldi? Ya Savul begi, qani avval o'ltiring. Vaqtimiz yo'q hazratim. Sizlarni xalif oliylari saroyda saqlayotidi. Darhol huzurimga kelsin deydi. Mushu sahardimi? Tex amdila bomdod namozni o'qigan tursak. Nima ish ekan? Buni bilmadim hazratim. Farmonni kechiktirib qo'ymay deb udulla yollarga kelishim Qazqalan hazratlari. Bo'ladi, mangayli. Zarzor, sallamni ipga. Sen mahkamaga berib tur. Bosh ustiga hazratim. Boğa, hoş gepla. Salomat turibsizmi, Malik qizim? Oo. Dal vaqtida keldilar Qazqalan. Kechikishga haddami xalifam? Sizlar bilan maslahatlashadigan intayin muhim bir ish bor edi. Gullarga suv qo'yavering qizim. Mana hozir boğa. Qani esla qulqim sizlarda olaylar. Bu intayin muhim ham maxfiy ish. Bu yerda deyishga bo'lmaydi. Ishkirga kirib, o'ltirib paranglashayli. Merhamet şahzadem. Sen bu yerda saqlab tur. Bosh ustiga xalifam. Tunugun kecha Halab valiyimiz vafot bo'ldi. Uning valiylik o'rni bo'sh qoldi. Allah rahmat qilg'ay. Yaxshi kishi edi. Allah salih kishilar qatoridan qilib Firdavs jannatlar bilan mukofotlag'ay. To'g'ri aytding Xolid. U kuchlik ham farosatlik odil vali edi. Hozirgi masala uning o'rniga kimni tayinlash masalasi. Ondaqda siz o'ylagan nomzodlar bormi xalifata? Shami, Banan. Sizlarchi bular qandaq? Bo'landi. Meningcha Shami jamiyatining ta'sir kuchi zo'r, soni ko'p. Biz ehtiyojli chavandozlarimiz sarxil. Durust. Qandaq qaraydilar vazir asran? Shahzodam to'g'ri aytdi. U jamiyatning el orasidagi nufuzimi kuchlik. Sizlar nima deylikin Qazqalan hazratlari? Men Halabda 3 yil turgan edim. Demakchi bo'g'inim. Bilaman, qani fikrlarini anglay. Shami o kuchlik, qaysar kishi, ammo bek keskin. Keskinligidan hojatmonlar bemalol paranglashamaydi. Banan intayin kamtar odam. El orasida peshvo ustoz deb ta'riflanadi. Shundaqmi, xalifa? Shundaq. Bu tarifi menimi o'ziga tortgan. To'g'ri dedilar. İcazet qilsizlar xalifam. Qani so'zlasizlar. Qazqalan aytgandek, Banan fazilatli, kamtar, yaxshi kishi. Rasta bozor aylanib, el avamga aralashib o'tadi. Shuning uchun men uni tozarava ko'mdim. Bizga kerakligi kuchlik, suri hayvlik vali. Aybga buyurmisizlar Qazqalan. Ko'p sonliqning fikriga asosan Shamini valilik tayinladi. Men to'g'ri deb bilganimni dedim xalifa hazratlari. Oxirgi qaror yanıla mamlakat otisiga mansub. Safar lozimatliklarini tayyorlab bo'ldim shahzodam. Rahmat qadrlikim. Uzun turib qolasizmi? Aniq emas. Xalifatamning farmoni, balkim yangi vali ishlarni yurishtirib bo'g'icha turib qolishi mumkin. Siz qaytib kelguncha otamning uyida tursam, ijozat qilasizmi? Shunda qiling. Bir-biringlarni sevinibmi qoldinglar balkim. Sog' salomat qaytib kelishga nasib qilg'ay ilohim. Men bu urug'ni elam.
inshaalloh chiroyli gul chechaklarimiz bo'ladi. Elinglar. Rahmet buva. Seyfiddin, ot gönderish va bekishni sizga topshiray. Xushonliq bilan qabul qilaman. Salma qizim, siz nima qilishni xohlaysiz? Tönögünki qısının davamını anlaşını xalayman ata. Xəzrəclikdə öpmə, Savudni Yahudinin baxtısığı kömətqan yeriq kelgendik. İsmi Ziyad idi. Yahudinin ismi Ziyad demez oppa. Zeyd. Barakallah Safa. Unutib qolmabsiz. Muhim bir yerini unutib qoldi. Qaysi yerni? Türkmenin dost birodarlari payg'ambarimizning yiniga berib, Yahudining o'g'ri ekanligiga guvohlik bergan yeri. Shundoq. Afsus, ular fitnaning oldini olamiz. Avs va Hazrat qabilasi orasida qon to'kilishini to'sib qolamiz deb shundoq qildi. Payg'ambarimiz o'g'irlangan savodni izlash uchun Zeydning uyiga bir necha aylanni avatdi. Men ishni o'g'irlamadim. İzdeb avar bo'lmanglar. Nəsləni öz joyiga yerləşdirib qoyunlar. Uyning ichidan hech narsa topolmadik. Uyning sirtiga yushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Olsa Medina tog'larini bir qo'ymay yoqtiringlar. Nemishqa bog'ning ov tarpi sal igiz turdi? Men bilmayman. Igiz turib qolgani mening gunohimmi? Kelinglar, ko'lab baqayli. Av yerda qattiq bir narsa barda qiladi. Ko'langlar. Ana, Savud tag'ar ichirikkan. Nemish bo'layotdi? Qanday qo'rqmayman begim kelib qoldi. Savudning ishini nimish qilmang demaylar Zeyd. Nima deydigandima hamoqat? Chaqchaq qilyotdi. Ha, mendan yoshurun ashliqqa tegishmoqchi ekanlar-da. Ha Zeyd. Yozingni yum dedim. Qatada bir narsa yemamla? Siz yan Süheyla, qo'sqim oshmidi. Xurma yig'ib ep keldim. Undaq qilmay, azroq eg'iz tegsil bo'ladi. Bu xurma bak yaxshi pishibdi. Bo'ldi, rahmat, o'zingiz yan. O'zirga nimancha malomat qilla? Siz faqat ko'rganingizmi? Tökmening tag'ir ko'tarib ketayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yoki bo'lmasa, men shundoq bilinib qolganmidi? Ko'rganliklarini kesib aytamamla? Payg'ambarimiz Yahuzeytni javobgarlik tortib, uning hukm chiqargan ekan. Men ko'zimga emas, balki payg'ambarimizga ishonaman. Undaqda nima bunchalar bo'ldilar? Payg'ambarimizning menga aytgan so'ziga, ya'ni bir musulmonni dalil sifatsiz tuhmat qilganimga. Allah va Allohning payg'ambariga ishonsizlar. O'zirga malomat qilavermisizlar. Ertestan yormasda farishta Jibril alayhissalom Allah Taala tarafidan Yahudining gunohsiz ekanligi va o'g'rining kimligi haqida payg'ambarimizga vahiy keldi. Men Savudni o'z qo'lim bilan Zeydning beg'idan qo'lab chiqargan tursam, nimish bo'lib ketdi bu? Musulmon qarindoshimiz bilan bisib, Yahudining shikoyati quloq solmabdi. Nihoyat qamlashmagan ish qildik. Durust. Kallamizni faqat gumonli bo'lg'ashqa osonla adishibdik. Payg'ambarimizning munbarga chiqib, zulmda yiroq turinglar. Kishilarga tuhmat chaplamanglar deb musulmon emas birisini aqlayotganligini ko'rgan edim. Allah Taala rası aytdi. Saudlarni Allah yo'lida ishiltibdi men. Sizlar guvoh bo'linglar. Saudni setib, pulini och yalang'ochlarga ulashtirib berman. Zeyd, helima mendan xafamansiz. Siz meni o'g'ri ko'rgan tursangiz. Kechiring. Tog'arning beg'imizni ko'milganligini ko'rib, shundoq deb o'ylab qopdiman. Men o'g'irlik qilamanmi? Qani ayting-a. Muhimi bu emas. Undaqda muhimi nima? Muhimi bu din ajoyib ekan emasmi? Adolatni deb agash kuchilarining ziyniga hukm chiqara oladi ekan. Ularning kitobi sizni oqlab, o'z agash kuchilarini qorlab demish.
Bu haqda o'ylab baqdingizmi? Deb beqingizey. Nima demoqchisiz? Musulmon bo'lsam bo'lamdi? Mumkin emas. To'la jo'ylaman. Muhammad va ergashkichilarga adoqchi dushmanlik qilaman. Musa va Harunning Rabbi bilan qasamki, kishilardan Muhammadning munbar ustida aytganlarini anglab hayronlik qoldim. Anglab baxmagan gaplar. To'la hayron bo'lib yurmay, menga berib qaysi kundan qolgan tasallanib kelam. Hammasi meni o'g'ir deb qo'sqimni bek ochilgan qilyapti. Men sizlarga demaganmidim. Yolg'onchining quyruqi bir tutam deb. Payg'ambarimizga mo yolg'on ayta oladinglar, ha? Biz berib payg'ambarimizga yolvorayli. Kechirim so'rayli. Rasvo bo'lmayli. Qabilamizning o'zi biroyni qo'dab qolayli deb shunday qildik. Qabila orasidagi adovat o'tlarini ulg'aytib etmayli deb o'ylagan edik. Haqiqat oydin bo'ldi mana. Hazratga berib, avistlikning narsasini o'g'irladi. Sizlar o'ylagandek bo'lmadi bu ishlar. Adovat o'tlarimi ulg'ayib ketmadi, urushmi chiqmadi. Faqat adolatla fitna o'tlarini o'chadi. Xatoligimizni to'nib, qilmishimizni pushaymon qildik. Endi malomat qilavermagan. Men bu pushaymon qilyapman. Kaç shaytondek bo'lib qopti ekanman. Payg'ambarimning huzurida yolg'on aytmagan bo'lsam-mo, haqiqat tarafda turib guvohlik beramidim. Isit, halimizga voy. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Men çok Türkmenin dostları fitneden yiroq turg'ach shularning to'g'ri deb o'ylab ekanman. Payg'ambarimiz zamonidagi mu'minlar turib yeni gunoh sodir qilsa qandoq bo'lg'ini? İnsanning ruhida yaxshilik va yomonlik tang mavjud. Jaholiyat davrida cho'nqur singib ketgan yomon odatlarning yo'qolmag'i ancha oson emas. Dinga 3 Yahudi Zeyd Qur'on orqali aqlanishga loyiqmi bu? Allah Teala'nın bir ismi Adil. Yani qandaqlı bolsun adillik bilan hüküm qiluvchi. To'g'ri. Sizlar menga nurg'un qitim Ömer Faruk raziyallohu anhuning adolat haqida so'zlab bergan edilar ota. Faruk degan nima bu? Haqiqat va batil orasini, adolat va zulm orasini qilishdek ayirib beruvchi deganlik bo'ladi. Adolatni ijro qilishga sal qarashning o'zimi zulm hisoblanadi. Shuning uchun voqea yuz berib aytsa tong yormasda Yahudining gunohsizligini isbotlaydigan oyat nozil bo'lgan bolalar. O'g'irlik qilgan Türkmenning keyingi ahvoli qandoq bo'lgandi? Uni keyin deb beray. O bak uzun. Aytib basla ota. Qulaydigan vaqtmi bo'lib qopti emasmi? Aytbasla bu. Oxirini hozir anlag'im bor. Ata dedim. Qani yatğanlarga menglar. Tamam bo'lsizlar buva. Et görüşeylik buva. Sizlarmi aman bo'linglar bolalarim. Oxirini menga aytibsizlar ota. Ya qizim, unda qilsak odillik bo'lmaydi. Ati bolalar bilan billa angla. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür
can kıyğanğa su tənligen ak köngüllərini kürür yığazar birle kudur yum tüker göz yaşlarını taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir acayip Kur'an'da var hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattır Pervaz kini büyük uçar Ağlar yer başını ismin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım